Assalomu alaykum, Andijon tibbiy diagnostika mijozlarimiz, bizning kuzatuvchilarimiz. Sizlarga Andijon tibbiy estetikimizdan va'da qilingan mavzu bor edi. Bu soch to'kilish, alopetsiya mavzuyimiz. Buni sizlarga bugun taqdim etmoqchimiz va yana bizning shifokorimiz, dermatolog, kosmetolog, trixolog, u yoqni o'zi aytib beradi kimligini. Abdurahmanov Ahrorbek Avazbekovichni yana vaqtini ushlab sizlar uchun suhbatni boshladik. Assalomu alaykum Ahrorbek. Assalomu alaykum hammaga. Tuzimisiz? Rahmat. Yana bir bor o'zingiz haqingizda bizni mijozlarga eslatib o'tishingizni so'rab qolamiz. Ismim Ahrorbek, dermatovenerolog, podolog, trixolog va hozirgi kunda ATD Estet klinikasida barcha yo'nalishlarimiz bo'yicha zamonaviy texnologiyalar bilan faoliyat olib boryapmiz. Va bugungi mavzuyimiz aytganingizdek soch to'kilishi mavzusi. Bu juda ham aktual mavzu, chunki taxminan 20-25% aholida soch to'kilishi muammosi bor. Bu Andijon aholisini oladigan bo'lsak, taxminan 900 ming odamda degan. Bilasizmi, Ahrorbek, mana shu markaz mana 2-oy tugayapti faoliyatimizni boshlaganimizga va soch to'kilish yoki alopetsiya bilan mijozlar kelyapti, klientlar, patsientlar kelyapti. Men hayron qolganim, ayollarda ham, erkaklarda ham deyarli sootnoshение deganda ularda ham bularda ham bir xil ko'p uchrayapti deb bilyapman. Bu mavzuni bugun siz keling, как vrach emas, siz xalq tilida tushuntirishni harakatini qilaylik. Chunki bizga shuncha murojaat qilayotgan bo'lsa, demak, ekranda orqasida menimcha 70-80% desam ham bo'laveradi. Chunki o'zim ham yoshimga nisbatan u narsa bilan, mana gormonalniy fonimni deganda yoshimga nisbatan bu narsa bilan duch keldim. Menga, конечно, mana shu joyda ishlayotganim foydaga bo'ldi. Mana shu narsalarda men ilinyapman. Har bir bizning aholimizdagi o'sha mijoz, klient yoki qandaydir savoli bo'lgan insonga soch masalasida qarang, alopetsiya deyapmiz. Ya'ni bu o'sha androgenniy, diffuzniy и очаговый deb bo'linar ekan. Shuni siz o'zingizni tajribangiz bo'lgan holatda shuni xalq tilida tushuntirib bering, qanday ko'rinishda bo'ladi nimaga bunaqa deb ataladi? Tushunarli. Demak, soch to'kilishi o'zi umuman olganda ikki xil bo'ladi. Biri bu tabiiy, ya'ni sochimiz yangilanish jarayonida to'kilishi va patologik jarayon, ya'ni qandaydir kasallik yoki qandaydir nojo'ya ta'sirlar natijasida. Stresslar. Stress yoki zamburug' kasalliklari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari posleoperasionniy deymiz, narkozdan keyingi soch to'kilishi, homiladorlik va tug'ruq paytidagi to'kilish, perestroyka organizmida bo'ladi albatta. Emizish ayollarda, siz aytgandek ayollarda ham juda ham ko'p. Juda ham ko'p ekan. Kamqonlik. To'g'ri. Bundan tashqari kamqonlik ham juda keng tarqalgan. Bundan tashqari bo'qoq deymiz, gipa yoki gipertireoz, qalqonsimon bezni faoliyatini buzilishi va bundan tashqari o'sha vitamin, minerallar yetishmovchiligi, stress albatta va ma'lum dorilarda nojo'ya ta'siri natijasida soch to'kilishi. To есть omillar ko'p. Omil juda ko'p. Chunki soch bu bitta asosiy momentini aytib o'tib ketishimiz kerak. Soch bu oqsil. Biz xuddi tirik bo'lmagan narsadek muomala qilamiz sochga odatda. Bo'yaymiz, kuydiramiz yoki shunga o'xshagan. Aslida soch bu oqsil. Oddiy temperaturani buzilishi ham sochni buzishi mumkin. Shuni hisobga olish kerak albatta. U vositalarni gapirmasak ham bo'laveradi. Oddiy temperaturani buzilishi ham o'zi ancha muammoga olib keladi. Kraskalar, bular ham ximikat. Endi to'g'ri tanlov qilinsa muammo bo'lmasligi mumkin, lekin odatda to'g'ri tanlov qilish ham o'zi oson narsa emas. Va siz aytgandek o'sha androgenetическая alopetsiya yoki xalq tilida tepakallik. Ya'ni aynan boshning tepa qismi to'kilishi
shu natijasida nom kelib chiqqan tepakallik. Erkaklarda uchraydigan Erkaklarda, o'sha ayollarda ham- og'riqlik Ayollarda ham uchraydi, chunki bu gormonlarga bog'liq. ayollarda ham uchraydi. Ayollarda ham Ayollarga uchraydi, kam. osonroq ro'molni tagiga uraydi, bekitib olamiz. albatta. Va hozirgi kunda yana ko'p kuzatyapmiz, ko'payyapti. Bu traktsionniy alopetsiya degan narsa bor. Aha. Bu ko'pchilikka yangilik bo'lsa kerak. Da, men uchun ham. Traktsionniy alopetsiya bu jarohatni natijasida. Oddiy misol, quyosh qizchalarda ko'ramiz, sochini yig'ishtiradida qattiq tortib zakolka bilan tortib qo'yadi. Tortib qo'yadi. Bu sochni folikulasini tortilishiga olib keladi. Jarohat Bu yerda degan. qon aylanish buziladi, jarohat va o'sha yerda o'sha aynan ma'lum shaklga kirib soch to'kilishi bo'ladi. Bu traktsionniy alopetsiya yoki o'choqli alopetsiya. Tanga bo'lib, o'sha soch bosh sochli qismida har xil joyda uchraydi. Bu qosh, kiprik, soqolga ham o'tishi mumkin. Aha. Va o'sha umumiy alopetsiya, ya'ni totalniy alopetsiya deb Endi aytamiz. hozir mana sizni javobingizdan shuni xulosa qilyapmanki, mana shu 2 oyda ichida o'sha очаговый alopetsiya bilan bizga aynan turmushga chiqayotgan qizlar или же studentka qizlar kelyapti. И действительно tanga-tangada nimasi bor? Men hayron bo'lganim, demak ularda o'sha sababi kamqonli bo'qoq birinchi o'ringa Albatta. chiqyapti. Birinchi o'rinda O'sha o'qishga tayyorgarlik ko'rishi, stressiy faktor Stress. deymanda endi. Ha. Hozir siz javobingizdan shuni tushunib qoldim. Bu narsa nima deb o'ylaysiz? Yosharyaptimi? Albatta, o'zi androgenetichеская alopetsiya, ya'ni tepakallik hozir 19-20 yoshda uchrashi ham ko'zimiz o'rgandi. Afsuski, ancha yosharib Da, ketdi. to'g'ri, yigitlarda oldin albatta. ko'rmasdik. 30 plus deyilardi o'zi, lekin hozir 19-20 yoshda уже ko'p ko'ryapmiz. Ayollarda yoki aynan o'sha yoshlarda ko'p uchrashi, siz aytayotgan o'choqli alopetsiya. O'choqli alopetsiya o'zi turlarga bo'linadi-da. U tangedek to'kildi, bo'ldi, bir xil kasallik degani emas. Degani emas. Uni Bu yana yerda tagida yana shu muammolar aniqlash kerak. Birinchisi bu stress, ko'p tarqalgani bu stress, qattiq emotsional holat qanaqadir va zamburug' bo'lishi mumkin. Yana bitta sababi mikrosporiya deymiz buni. Unda albatta biz trixoskopda ko'rganimizda aniqlay olamiz uni. Ya'ni unda sinib to'kilish bo'ladi, bunda tagi bilan to'kilish bo'ladi. Va o'sha kamqonlik, bo'qoq deganimiz sabab bo'lishi mumkin. Va yana bitta muammoligi bor, bu autoimmun deyiladi. Ya'ni o'zimizning immunitetimiz o'zimizning soch folikulamizga qarshi bo'lib qoladi. Bu uchta turi farqlanadi. O'shuning uchun o'choqli to'kildimi, chesnok surkab davolash kerak emas, uni sababini aniqlash kerak oldin. Bu yerda nimani hisobiga to'kildi? Unga qarab lecheniya. Chunki uchalasini lecheniyasi juda ham farqli, 3 xil. Har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi. Hozir endi shu yerda yaxshi eslatib o'tdingiz. Chesnok surtish, или же chesnokni nima spirtga uyutib, nima qilib filtratsiya qilish yoki вообще qalampir ham qo'shib yorib, uni jozillatish deb mana shunaqa tavsiyalar aynan sartaroshlar tarafdan, ya'ni sartarosh deyman, barbirlar undan bermaydi unchalik. Aynan o'sha sartaroshlar beradi. Shunaqa qilib yuborsangiz chiqib ketadi deydi. Bilasizmi? Qilib ko'ryapti ekanda. Ko'pchilik qiladi. Kelgan qizlar qildim deydi. Maska qildim, nima qildim, chesnok surkadim. Ayniqsa qalampir surkaganda, jozillaganda dod deganini aytib berishadi. Men hayron qolaman. Shilib turib surkashadi ba'zida. Shu darajada terisini shilib keyin surkashadi. Shunaqa tavsiyalarni ham eshitdik. Hurmatli mijozlar, shunaqa qilmanglar. Hozir 21-asrda sizlarga agar mutaxassisga borib murojaat qiladigan bo'lsanglar, barcha savollarga javoblar tayyor. Faqat ana shuni to'g'ri qo'llab, to'g'ri yechim topsak, menimcha bu holatlardan chiqib ketamiz. Ana shu o'zingizlarda tajribalar yo'q joyda o'zingizlar haligi opit o'tkazmanglar, tajriba o'tkazmanglar ustinglarda. Bizning markazda mutaxassislar hammasi
zo'r ishlaydi, lekin aynan soch masalasida bo'ladigan bo'lsa, bemalol Ahrorbekni qabuliga yozilsanglar bo'ladi. Ahrorbek bizda har payshanba qabul qiladi. Hozir endi yana bir kuningizni qo'shib bermasak, mijozlarimiz ko'payib ketyapti deyapmiz. Shunda seshanba kunga ham agar nima bo'lsanglar, qabuliga yozilinglar, sizlarni diagnostika qilib, tavsiyalarini berib, to'g'ri diagnoz qo'yib beradi. Ahrorbek, xo'p, soch to'kilishni aytdik. Gormon deganda ayol kishi shunday o'zi ayollar nima bo'ladi? Ya'ni shitavitka yoshlar bo'lsa, kamqonlik yoki menopauza, predmenopauza deganda ham to'qnashganda, demak, ular xo'p, ular bilan tushunarli. Ya'ni ular sizga keladi, uni tavsiya qilishingiz bor. Endi shu androgenniy alopetsiya. Shu siz aytmoqchi yosharyapti deyapmiz. Hozir siz gapiryapsiz, men o'ylandimda, haqiqatda oldin tepakal deyaveraman-da, uzr endi yigitlar. Oldin o'shanaqa insonlarni ko'rsak, ha, buni yoshi ulug' ekan, katta yoshli ekan deb qabul qilinar edi. Hozir lekin yosh yigitlarda bu narsani kuzatsak, nima qilamiz? Qanday yordam bera olamiz bularga? Xo'p, yaxshi savol. Androgenetiskaya alopetsiya bu o'sha andro, ya'ni jinsiy gormonlarga bog'liq. Lekin o'zi genetik, o'shuning uchun androgenetik. Alopetsiya bu soch to'kilishi. Demak, jinsiy gormonlarga bog'liq irsiy soch to'kilishi. Shunday tarjima qilsak, tushunarliroq bo'ladi. Demak, kasallik asos genetika. Ya'ni irsiy bu kasallik. Lekin o'sha androgen gormonlarini ga bog'liq. Xo'p, endi nimaga yosharyapti? Demak, kelib chiqishi irsiy, gormonga bog'liq. Lekin kuchaytiruvchi faktorlar deymiz kasallikni. Keltirib chiqaruvchi emas, kuchaytiruvchi faktorlar. Tezlashtiruvchi yoki tezroq o'sha oxirgi natijaga olib borib qo'yish mumkin. Yetkazib qo'yish. Bu demak, birinchisi stress, keyingisi bu bitta atrof muhitni ham hisobga olishimiz mumkin. Havo quruqligi, chang, boshqa holatlar va lekin asosiy masala bu yerda ko'proq stress va hozirgi kunda fitness juda urf bo'lgan va fitnessda har xil bir narsa iste'mol qiladiganlari, body, boosterlar, nima, protein va hokazo. Hozir aytyapsiz-ku, soch bu oqsil deyapsiz. Agar sun'iy oqsil kirib kelsa organizmimga, protein deganimiz masalan, u ham qandaydir konflikt chiqaradi organizmda. Maqsad nima? Ularda o'sha booster, aminokislotalar, boshqa bularni ichishdan maqsad gormonni ko'tarishda. Aynan testosteronga urg'u berishadi o'zi aslida. Va bu DHEAS deydi, ya'ni dihidroepiandrotestosteron degan testosteron turi bor. Ya'ni metabolizm oxirgisi bor. Mana shu borib sochimizni follikulasini zararlab qo'yadi. Shuning uchun foydalidir balki boosterlar, biz uni yomonlash maqsadimiz emas, lekin uni to'g'ri o'sha analiz qilib, kerak bo'lsa, keyin maqsadli ichilsa to'g'ri bo'ladi. Ko'proq shu ham bitta katta faktorga aylanib qoldi hozir. Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Aynan mana shu joyda urg'u berib o'taman erkaklarimizga, yigitlarimizga zalga borishni, конечно, tavsiya qilamiz. Lekin mana shunaqa Ahrorbek aytgan batlarini, qo'shimchalarini iste'mol qilishidan oldin Andijon tibbiy diagnostikaga kelib, albatta gormonlaringiz miqdorini ko'raylik, norma holatini, unga qarab sizlar dozirovkasini hamma yog'ini to'g'ri yo'naltirsanglar bo'ladi. Mana shu joyda aytib o'tganimizdek, o'sha testosteronni ham tekshirib qo'yamiz. Kelinglar Andijon tibbiy diagnostikaga 4 kechada. O'zbekiston 4 kechasida. Shu faktorlar endi asosiy. Ahrorbek, men bilaman, siz bu muammo bilan shug'ullanasiz, ya'ni yechim berasiz yigitlarimizga. Siz muolajalar o'tkazasiz. Men sizga hozir savolimni to'g'ri berishdan oldin уже nima bo'lib qolyapman, chunki muolaja o'tkazayotgan jarayoningizni ko'rdim. Ya'ni bu
soch ekish deyiladimi? Nima deyiladi? Nima muolaja u? Soch ko'chirib o'tkazish deyiladi. Ko'chirib o'tkazish. Hair transplantation Da, deyiladi. потому что bizda endi ayollar soch ektiramiz, Ha. soch nima qilamiz deganimizga o'shanga sizlarda sochni ko'chirib o'tkazish. Siz bu muolajani qilyapsiz. Shu haqida hozir yigitlarimizga. Androgenetik alopetsiyada o'sha aynan tepadagi soch follikulalari o'sha testosteronga sezuvchan bo'ladi. Va o'sha muloqotga kirishadi, ya'ni oddiy qilib aytganimizda, orqadagi soch muloqotga kirishmaydi. U genetik nuqtai nazardan shunaqa tuzilgan odam organizmi. U hammada shunaqa. Faqat sezuvchanlik tepadagi sochlarda bo'ladi. Shuning uchun soch ko'chirib o'tkazish jarayoni aynan orqa sochdagi sezuvchanligi yo'q follikulani, ya'ni soch ildizini tepadagi o'sha o'lgan follikulalar o'rniga ko'chirib o'tkazish. Natijada unda sezuvchanlik yo'q. Keyinchalik ham o'sha androgen kelib uni to'ka olmaydi u sochni. Shuning uchun mana shu muolaja o'ylab keyinchalik ham o'sha faktorlari bo'lsa hayotida soch to'kish faktorlari bo'ladigan bo'lsa, omillar bo'ladigan bo'lsa, u to'kilmaydi, sezuvchanligi yo'q bo'ladi. Chunki uni DNKsida shunaqa kod yo'qki, ya'ni androgen bilan muloqotga kirishmaydi. Shunaqa. Shuning uchun u to'kilmaydi va natija endi biz 80% deb garantiya beramiz, lekin o'zi 90% da yuqorisida bo'ladi natija o'zi odatda. Siz endi shu muolajani o'sha qilyapsiz. Ha, albatta, Andijonda bu amaliyot qilinyapti. Mana shu joyda yana bir sizlar uchun bitta narsani aytaman. Faqat Ahrorbek bu muolajani Andijonda qilyapti. Bunaqa muammosi bor yigitlarimizga tavsiya beramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ahrorbek, endi bu muolajalarni o'tkazdik, soch to'kilishini gapiryapmiz, alopetsiya deyapmiz. Muolajani albatta dori vositalarida назначение qilib berasiz, lekin bizning markazimizda mana shu joyda apparatlarimiz, men aytaman, bizda 5 ta Lamborghini bor deyman. O'shuning uchun shu Highlight apparatimiz haqida boshida aytib o'tgandek, xalqimiz uchun oddiy tilda tushuntirib bersangiz-u, o'sha qizlardan tortib, o'sha kimi sochi to'kilyapti, даже o'sha alopetsiyasi, ya'ni tepakal bo'lgan yigitlarga qanday bo'ladi? Mana shu bizni zo'r apparatimiz borligini yetkazsak-ku, shuni qandaydir nima desam bo'ladi? O'zingiz как специалист yondashib bering. Lutronic kompaniyasini Highlight 2 tibbiy uskunasi bu Koreyada ishlab chiqarilgan va trixologiya sohasiga katta yutuq desak bo'ladi. Soch sohasiga. Soch muammosi bilan teridaku o'zi bilamiz, u keng tarqaldi. Unga ham bor boshqa Lamborghinilar. Highlight o'zida ham teriga juda foydali tarafi ko'p. Soch masalasida hozir to'xtalyapmiz. Ko'proq unga nima qiladigan bo'lsak, bu soch kasalliklarida ham konservativ lecheniya, boshqa mana bu davolashlarimizga qo'shimcha sifatida juda katta yutuq deb hisoblashadi buni. Bu meni gapim emas, bu umuman dunyo bo'yicha именно dermatologiический assotsiatsiya bo'yicha katta yutuq deb qabul qilingan. Demak, Highlight 2 bu LED lazer hisoblanadi. То есть bu ham lazer. Lazer hisoblanadi va bu yerda 2 xil to'lqin uzunligiga asoslangan nur chiqadi. Fototerapiyaga kiradi-da bu ham. Xo'p, bu nur nima qiladi o'zi? Asosiy maqsadi bu yerda aynan soch muammosida qo'yilishiga sabab nur tushganda soch follikulasi, soch, hamma narsa o'zi hujayralardan tashkil topgan va hujayralarda shunaqa mitoxondriya degan qismi bor, juda ham kichkina qismi bor va bu yerda energiya ajralib chiqishini, quvvatlantirishini ATF deymiz endi fanda, aynan energiya desak hammamiz tushunamiz. Xuddi energetik napitek ichgan odamdek hujayra o'zini shunaqa his qilishni boshlaydi. Aynan shu lazerning ta'sirida. Va energiya kuchaygandan keyin hujayrani bo'linishi tezlashadi. Natijada o'sha yerdagi to'qimalarda
regeneratsiya, ya'ni qayta tiklanish kuchayadi. Bundan tashqari yallig'lanish jarayoni bo'lsa, uni yo'qotadi. Va tabiiyki o'sha sochni zichligini oshirib beradi. Endi oxirgi mana tadqiqotlarda natijasini aytishimiz mumkin. Androgenetическая alopetsiyada 35% gacha sochni zichligini oshirib bergan. Ma'lum minglab bemorlarda bu sinab ko'rilgan va umumiy xulosa kimdadir 100%, kimdadir 20%. Umumiy hisobda 35% deyiladi, shu zichligini oshirib beradi. Bilasizmi, Abrorbek, hozir mana shu savollardan kelib chiqib, nima bo'lib, haligi qizni ko'rgandan keyin siz gapiryapsiz, o'sha highlightni men o'sha qizdagi 5 tami 6 tami olgandan keyin sochi o'zi uzun, chiqib turgan o'sha очаговый alopetsiyani chiqqan sochini ko'rganda men действительно mana shu apparatimizni boshqachaligini bildim. Endi shunda hamma o'sha soch to'kilishni nazarda oladigan bo'lsak, hammasiga qo'llasak bo'ladimi shuni? Deyarli hammasiga qo'llasa bo'ladi. Androgenetik alopetsiyaga albatta. O'choqli alopetsiyani ham hamma turlarida qo'llasak bo'ladi. U stressdan kelib chiqqanmi yoki boshqa zamburug'dan kelib chiqqan bo'lsa ham zamburug'ni lecheniya qilib, buni qo'llab ketsak bo'laveradi. Chunki bu aytganimizdek boshqa muammolarni ham hal qilib ketadi bir yo'li. Deyarli barcha qo'llasa bo'ladi, faqat farqli bo'ladi, ya'ni nima bilan qo'llanadi va necha minut qo'llanadi va necha kun, ya'ni necha marotaba olinadi, shunisida seans kursini belgilab berasiz. Farq qiladi. Lekin deyarli hammasida qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Misol aytaylik, mana o'sha androgenniy alopetsiyani aytamiz endi hozir eng og'riqlik mushina платежеспособный degandek, ularda og'rig'i to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shu misol keldi. Qaysi nimadan boshlaysiz? Birinchi navbatda o'sha muolaja o'tkaziladigan sohani tozalab olinadi bir qator va o'sha sivrotkalar bor har xil. Endi u o'sha kasallik turiga, yoshiga, jinsiga qarab tanlanadi. Shunday muolajamiz bor. PRP terapiya deyiladi. Ya'ni o'sha bemorning o'zidan qon olib, bu yerda sentrifuga bilan tayyorlanadi. Ya'ni o'zini aynan qonni, aynan organizm uchun foydali qismlari ajratib olinadi va o'sha bosh sochli qismiga yuboriladi shu narsa. Undan keyin Highlight 2 ni qo'llaydigan bo'lsak, aytaylik, effekt yana ham 50-60% ga yana ham yuqori bo'ladi. Xuddi shunday o'choqli alopetsiyada ham xuddi shu muolajalarni qo'llashimiz mumkin. Qarang, shu противопоказания, ya'ni qarshi ko'rsatmalar yo'qmi? Homiladorlik doimgidek qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin. Endi u ham qaysi trimestrda va boshqa risklarni hisobga olinadi. Ochiq jarohatlar bo'lsa mumkin emas. Boshqa allergik reaksiya berishi mumkin. Endi ko'rmaganmiz hali shu paytgacha, lekin yozilgan. Ehtimoliy nimasi yozilgan. Shu holatlarda qarshi ko'rsatma bo'ladi. Buni kursi уже belgilanganmi yoki har bittasiga individual? Endi vaqt qanaqa demoqchiman-da. Meditsina bu san'at, doim aytaman bu narsani. Bu aniq protokollar bilan ishlasa, aytaylik, mutaxassislar farqlanmagan bo'lardi. Lekin protokollar bor, yevropeyskiy standart bor, hammasi yozib chiqilgan, necha minut, necha seans oladi. O'rtacha uni ham aytib o'tib ketaylik, 10-15 minut o'rtacha bitta seans davom etadi va bunaqa seansdan haftada 2-3 marta olsa bo'ladi. Va umuman 4 va 26 hafta deyiladi. Umumiy lecheniya 4-26 hafta deyiladi. Ya'ni bir oydan o'sha 26 haftagacha u davom etishi mumkin, lekin bu endi o'sha kasallikning holatiga qarab belgilanadi. Umuman olganda o'rtacha 15 minut bitta protsedura va bunaqa protseduradan 10 ta olish kerak. O'rtachasi. Lekin aytganimdek, bu har bitta organizmda individual podxod. Va siz aytgandek, o'sha 4 ta 5 ta seansda уже effekt ko'rinishni boshlaydi. Ko'rib, o'sha u yog'ini yana kelaman deyish mumkin. Ahrorbek, shunda qarang, biz aytyapmiz-ku, bizdagi apparatlar lazerni deb juda ham ko'p savol kelyapti. Lazer zarar emasmi? Chunki bizda shunaqa
tushuncha bor ekanda xalqda, что nur это zarar. Zarar emasmi deb shu savolni berishyapti. Shuni ham aytib o'ting. Nur zararli emas deb ayta olmaymiz 100%, lekin aynan bu uskunalarda butun dunyo bo'yicha tan olinishi, butun dunyoda qo'llanilishi, hozir Amerikadagi Estate Centerga boring, lyutronikda apparatlar turibdi. Yoki boshqa rivojlangan davlatlarda ham xuddi shunaqa. Ularda aynan shunaqa organizatsiyalar bor, apparatni xavfsizligini tekshirib chiqib, keyin davlatga kirgizadi. Juda kuchli kontrol qilinadi. O'sha kontrollardan o'tyapti va albatta bu narsalar shu organizm uchun eng xavfsiz holatga olib kelingan va mana bu protokol bo'yicha qo'llanilishi ham o'sha xavfsizlik nuqtai nazari hisobga olinadi-da. Aytaylik, haftada 2-3 marta qo'yilishi. Nimaga har kuni qo'yilmayapti? Chunki o'sha zararni minimallashtirish, teriga, sochga, regeneratsiyaga vaqt berish, ozgina o'sha zararni organizm o'zi tozalab chiqarib olishi uchun vaqt beriladi va terida ozgina o'zgarish bo'lishi bilan biz reaksiya qilamiz. Aytaylik, qizarish bo'lishi mumkin yoki protseduradan keyin qichishda ozgina deyish mumkin. U narsalarga tezda reaksiya qilinadi va risk deyarli yo'q desa bo'laveradi. Deyarli endi 100% natija baribir meditsinada qiyin, lekin deyarli yo'q. Ya'ni biz mana shu apparatimizda, ya'ni Helight 2 da u yerdagi nur protokollar bo'yicha zararsiz deb aytamiz. Protokol bo'yicha qo'yilsa-da. To'g'ri aytib o'tdingiz bitta narsani, что butun dunyo bo'yicha bu narsalar tekshirilib, sertifikatsiyalanib degan joy juda ham yoqdi. Mana shuni ham aytib o'tmoqchiman. Hurmatli mijozlar, bizdagi Helight 2 apparat va вообще mana shu markazimizdagi bor apparatlarimiz hammasi ofitsialni O'zbekistonga kiritilib, sertifikatlariga ega va bu apparatlar butun dunyoda tanilgan apparatlar. Bu olib kelib sizlarga qo'yib beraylikmi, etaylikmi degan kompaniya emas. Bu butun dunyoda biz nabarot o'sha apparatlarni olib bering deb olganmizda. O'zimiz talashib, istab yurib olgan apparatlar. O'shuning uchun hammanglarni kelishinglarni tavsiya qilamiz. O'zingizlarda olib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Nafaqat androgenniy alopetsiya, ya'ni tepakallar, meni kechirasizlar o'shanaqa deyotganimga, tushunarliroq deb aytay. Qizlarimiz, ayollarimiz, opaxonlarimiz, пожалуйста, kelinglar, o'zingizlar bu muolajani olinglar. Действительно og'riqsiz, действительно menimcha relax desa ham bo'ladi deyman. O'sha apparatda nimasida 15 minut bemalol, bezbolезненно, og'riqsiz olib uni nima qilsa bo'ladi. Так что Helight 2 ga chaqirib qolamiz. U Helight 2 ni boshqa funksionallarini gapiradigan bo'lsak, o'sha shunaqa mo'jizalar ko'ryapmiz. Keyingi mavzuyimiz nima deymiz? Akne deymizmi yo rozatsiya deymizmi? Akne, rozatsiya ikkalasi yuz sohasida bo'lgani uchun balki ikkalasiga birdan to'xtalishimiz ham mumkin. Nega bu savolni ko'tardim? Aytib o'tganimdek, o'zi 2 oygina bo'ldi, lekin kelayotganlarda shu patsientlarni og'riqlarini ko'rib, оказывается, biz to'g'ri yo'ldamiz. Hammasiga yordam berishda Xudo xolisa savollaringizga javob qoldiramiz. Like bosib, podelitsani ezib qo'yinglar deyishlik doim esimdan chiqib qoladi. O'shuning uchun sizlardan so'rab qolamiz. Ahrorbek, o'tgan safargi podkastda oxirida bizga 2 ta savol qoldirilgan ekan, aynan Ahror akaga. O'shuning uchun sizga birinchi savol shunday bo'lgan: men homiladorman, yuzimda pigmentatsiya paydo bo'lyapti. Shunga nima tavsiya berasiz? Undan keyin yo'qoladimi? Men endi tushunishim bo'yicha tuqqandan keyin u pigmentatsiyasi yo'qoladimi? Yo'qolmasa yo'qotishda ilojisi bormi? Uje mana shu qizni savoli bilan menimcha homiladorlik paytida kimda pigmentatsiya paydo bo'lgan bo'lsa, o'shalarga hammasiga javob bering.
Homiladorlikda yuzda yoki umuman terining qaysidir qismlarida dog', giperpigmentatsiya, ya'ni teri rangidan to'qroq dog' hosil bo'lishi ko'p uchraydigan holat. Men o'zimni bir nimam bor, qarashim bor bu bo'yicha. Chunki bu narsa jigarni faoliyatini buzilishi bilan bog'lanadi o'zi fanda va aynan nimaga homiladorlikda desa, o'sha hammasida ham bo'lmaydi, kimlardadir bo'ladi. Kimlardadir bo'lmaydi. Bu joyi hali ochiq. Mexanическое какое-то сдавление. U ham bo'lishi mumkin. Agar uxod noto'g'ri bo'lishi mumkin. Quyosh nurida ko'p yurish yoki boshqa. Undan tashqari homila tabiiy kattayadi. O'shani aytaman-da. Homila kattaygandan keyin jigarni tabiiy ravishda qisib boradi. Bosim berib turadi. Va shu jigarni ma'lum o'sha segmentlarida funksiyani buzilishi, vazifasini buzilishi va natijada o'sha yuzdagi terimizga rang berilishida, umuman chuqur kirmaylik, teriga rang berilishida jigar qatnashadi, xullas. Va jigardagi funksiyani buzilishi buni o'zgartiradi. Lekin nimaga endi hammada bo'lmaydi? Chunki hammada ham jigar qisiladi, faktik. Lekin nimaga hammada bo'lmaydi? Mana bu joyi tibbiyotda ochiq, lekin o'sha tibbiy tomondan ham va mana bu estetik tomondan ham buni yechimi bor. Dog'larning yechimi bor. Homiladorlik vaqtida agar bo'lmasa ham, masalan, dog'lar chiqqan bo'lsa, уже tuqqandan keyin bemalol bundan endi homiladorlik paytida ham yo'qoladi, lekin ba'zi qarshi ko'rsatmalar bor-ku, homiladorlik paytida nimalarnidir qila olmaymiz to'liq. Shuning natijasida yo'qolmay qolishi mumkin. Lekin homilador paytida yuzga tegib bo'lmaydi degan xulosa noto'g'ri. Uni o'sha homiladorlikka mos lecheniyani qilaveramiz. Bu hech bo'lmaganda oldini oladi, ya'ni ko'paymasligini. U aniq bilmaymiz-ku, ko'paymaydi degan ma'noda. Shuning uchun hozir agar homilador holatida ham murojaat qilsa, o'shunga mos holatda lecheniya qilishimiz mumkin. Iloji bor. Rahmat, Aqrorbek, javobingiz uchun. Demak, homiladorlarimizga ham yechim bor. Hozir aytib o'tgandek 21-asrda и аппаратный косметология, и tibbiy kosmetologiya, uходовый hamma narsalar ilojisi bor. Buni hammasini to'g'ri tanlab, to'g'ri tavsiya topilsa, demak hammasini muammosi yechiladigan holat. Yana bir savolimiz, doktor, pora va dog'larga ham davo bormi deyapti. Endi bu bilan aynan bizni markazda davo bormi degan savolda bo'lyapti, chunki siz bilan biz estetik nimasida. Shunga nima tavsiya berasiz? Qanday davo bor, qanday turlari bor bizni davolashimiz? Qiziq savol. U pora va dog'larni davolash uchun biz bu yerda o'tiribmiz. Aynan shu uchun biz bu yerda o'tiribmiz. Va endi protseduralar turlarini aytadigan bo'lsak, masalan, karbon peeling eng mashhur Gollywood Spectra uskunasi orqali bu eng mashhur va effektini bir martada ko'radigan. Действительно сияние. Bu ham buning ichida ham porani toraytiradi. Mexanizmi bor. O'sha karbon aynan nima qilib chiqadi, yig'ishtirib chiqadi. Uni aynan dog' uchun ham effekti bor. Va o'sha Gollywood Spectra'ning alohida funksiyasi, o'zi aynan maxsus funksiyasi dog' uchun. Funksiyasi ham bor. U qanaqa dog' bo'lsa ham, u oq dog' bo'lsa ham, bizda o'sha apparatlar bilan lecheniямizda nimamiz bor, natijamiz bor va porani toraytirish deb so'rayotgan bo'lsa, agar porani toraytirishda ham bir nechta uskunalarda bor bu narsa. Bu funksiya bor. Va u aynan porani toraytirish bilan shug'ullanmaymiz. Biz shunday protsedura qilamizki, ham tonini to'g'irlaydi, ham relyefini to'g'irlaydi, ham dog'larini hal qiladi, ham porani toraytirib ketadi. O'shuning uchun savol bermasdan bizni markazga kelinglar. Aqrorbek, bugungi mavzuyimiz mana shu soch to'kilishi, alopetsiya mavzuyimiz o'ylaymanki yakunlandi. Savolinglar bo'lsa bemalol yozinglar. Directga Instagramdan yoki YouTube kanalimizni kommentariylariga bemalol yozishinglar mumkin. Bizga murojaat qilsanglar, biz sizlarning savollaringizga javob berishga tayyormiz va barcha muolajalarda
individual podxod bilan o'zingizlarda yechiminglarni topib berishimiz mumkin. Rahmat Ahrorbek. Rahmat sizlarga. Hammasiga rahmat. Ko'rishguncha.